Voy, o'zingiz oldin qoringiz chiqib kelyapti-yu. Qorinni chiqargan Bu edim. qorin emas, kostyum kattaroq. Ha. Tova. Yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat. Haligi. O'tiring. O'tiring. Voy, siz o'tiring. Yo, siz o'tiring. Yo, Siz o'tiring. Siz o'tirmaysizmi? Necha, nervni sistemalar buzilib ketganmi? Nima, men qarang. Oy, qayerda tug'ilgansiz? Ha? Qayerda tug'ilgansiz? Toshkentlikman. Yo, roddomdami, ko'chadami, xiyobondami, qayerda tug'ilgansiz? Voy, siz g'alati ekansiz. Tavba qildimi? Raddomdami, ko'chadami? Kim ko'chada tug'ilyapti? Men qayerdan bilaman? Yo'lchi va yo'lda tug'ilmay, nima, to'yda tug'ilgan bo'larmi? Voy, siz vashshe g'alati ekansiz. Ismimni so'rang, nima gul yoqishini so'rang. Bo'pti, tug'ilgan joyingiz uncha qiziq emas. Sevimli taomingiz nima? Voy. Ha? Aytsam kulasiz. Yo, kulmayman ya. Qandaydir o'zimga neto bo'lyapti men chiqib turay. Yo'q, turing. Opa, guvoh bo'lib turing. Dadil gapir, ovqatdan boshlama, hozir ishtag'asi ochilib qolsa. Men qarang. Labi. Tug'ilganingizdan keyin onangiz onasinikiga olib borganmi sizni yoki dadangizga olib borganmi? Men hech tushunmadim bularni bor. Qaytar nima deding, Falakat? Tug'ilganida onasinikiga olib borganmi yoki dadasinikiga olib borganmi? Voy, prichom, bu oyisiga olib borganmi, adasiga olib borganmisiz? Vashshe g'alati ekansizlar-yu. Tavba qilsam. Voy. Bas tushunmayman sizlarni. Voy. Qanaqa mashina yaxshi ko'rasan? BMW, Mercedesmi deb so'rang. Qanaqa uzunli yaxshi ko'rasan deb so'rang. Voy, g'alati ekan u bu. Men vashshe ketaman men. To'xtang qizim. Ketyapman. Voy, to'xtang. Labi. Qaytang. Voy, o'zingiz ham yersirab bo'lib o'tiribsiz-ku. Aylanib ketay. Endi shoshilmang, sal asabiylashmang. Bosh savoling o'zingizda, aylanay. Boshqa savoling yo'qmi, chalpak? Boshqa savol? Boshni nimaga yuvgansiz? Bo'ldi, bash askar bilan siqib tashladinglar meni. Bo'ldi, men ketaman. Jonsinim, boshingizda pashsha aylanib qoldi-da, shunga aytyapman. Okay, qatuga yuvganman, qatuga. Qatuga? Tavba. Nima? Men ketdim. Voy, sal o'ylab ko'ring endi mana. Yo'q, vashshe to'g'ri kelmaymiz. Boshqasini topib olsin. Bay. Esing chiriganmi seni? Mana miya bormi mana kallaning ichida? Qayerda tug'ilgan, necha kilo tug'ilgan, otasiniki olib borganmi, onasiniki olib borganmi? U senga nima? O'shanga qarab kelajakda kim bo'lishini aytib beraman men. Men bilaman-ku. Otasiniki olib borgan bo'lsa nima bo'ladi? Kelajakda bu ham bolani birovnikiga yetaklayveradi.